Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lesson and video. And today I'm going to explain the daily active sentences, and the sentences is very useful and constructive for you. There are 10 sentences. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz hayotiy eng ko'p ishlatiladigan 10ta asosiy gaplarni, tayyor shablonli gaplarni ko'rib chiqamiz. Agar ko'rib chiqamiz va buni yodlashingiz kerak bo'ladi. Bu speaking uchun juda foydali gaplar bo'ladi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Xo'p, buni birinchi struktura bu Mom, where is my phone? Oyi, telefonim qayerda? Mom, where is my phone? Phone o'rniga boshqa narsa ham qo'ysangiz bo'ladi. Where is my ruchka, pencil, pencil, qalamim, daftarim, xohlagan narsangizni qo'ysangiz bo'ladi. Bu asosan gapli struktura where is my phone? Mom, where is my phone? Kunlik ishlatiladigan gaplar. Where is my phone? Mom, where is my phone? Ikkinchisi I'm hungry. Men och qoldim. Agar buni kuchli shakli kerak bo'lsa I'm starving. Ochlikdan o'lib boryapman. I'm starving. Uchinchi gapimiz I'm doing my homework. Men hozir qilyapman. I'm doing my homework. Men uyga vazifalarimni qilyapman. I'm doing my homework. Homework o'rniga boshqa narsa qo'ysangiz ham bo'ladi. I'm doing. Men buni qilyapman, men uni qilyapman. Bu asosan gaplarda ishlatiladi, yodlash kerak. Bular asosan yodlanadigan gaplar hisoblanadi. To'rtinchisi when will we eat food? I'm hungry. When will we eat food? I'm hungry. Biz qachon ovqat yeymiz? Ovqat qachon pishadi degan ma'nolarda bildiriladi. Va I'm hungry. Men ochman. Men och qoldim degan ma'nolarda ham kelyapti. Beshinchisi agar akangiz biron joyga ketgan bo'lsa yoki uydagilar biron joyga ketgan bo'lsa, where has my brother gone? Where has my brother gone? Akam qayerga ketgan? Ukam, brother o'rniga boshqa narsa qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu asosan ketgan va hali ketmagan bo'lsa, where has my brother gone so'zi ishlatiladi. Akam qayerga ketgan? What are you doing? Nima qilyapsan yoki nima qilyapsiz? O'qilishi mana bu t o'qilishda American talaffuzda r deb o'qiladi. What are you doing? What are you doing? O'qilishi what are you doing? Yettinchisi what time is it? Yoki what is the time? Soat nechi bo'ldi degani. Asosiy ko'p ishlatilamiz. What time is it or what is the time? O'qilishi what time is it? What time is it or what is the time? Mana bu tilga ko'proq yaxshi o'qiladi. What is the time? Ten o'rniga asosan r qo'ysangiz American talaffuzga yaqinlashadi. What is the time? Soat nechi bo'ldi? Sakkizinchisi when does the film start? Bu kino qachon boshlanadi? Masalan, when does the film start? Filmni o'rniga boshqa narsa qo'ysangiz ham bo'ladi. The film, masalan, show, the cinema, boshqa narsani ham qo'ysangiz bo'ladi. Qachon boshlanadi degan savolga. To'qqizinchisi did you wash your hand? Qo'lingni yuvdingmi? Bu asosan ko'p ishlatilgani uchun bularni qo'yapman. Did you wash your hand? Qo'lingni yuvdingmi? Can you pass the salt, please? Tuzni uzatib yuborasizmi? Can you pass the salt, please? Tuzni uzatib yuborasizmi? Mana bu salt tuz bo'lib kelyapti. Mana shu salt o'rniga boshqa narsa qo'ysangiz ham bo'ladi. Can you pass the bread non yoki can you pass the phone please? Telefonimni uzata olasizmi? Boshqa ma'nolarda ham uzatish ma'nosida bo'lsa, chiroyli gap. Can you pass the salt please? Tuzni uzatib yubora olasizmi? Asosan bugungi o'tadigan narsamiz shu 10ta sentences and phrase, and this is a daily active phrase, and
agar buni yodlab hayotingizda qo'llay boshlasangiz ancha foydali bo'ladi. Hop, bugun biz speaking uchun 10 ta tayyor daily active daily sentence active frazalarni ko'rib chiqdik. Bular asosan ko'p ishlatiladigan va uyda ko'p ishlatiladigan gaplar hisoblanadi. Shuning uchun bularni yodlasangiz juda foydali bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz bundan foydali videolarni chiqarib boramiz. Bu asosan birinchi metod hisoblanadi. Yana 3 ta metodimiz, yana 4 ta metodimiz bor. Ular haqida ham alohida video chiqarib practice qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.